Assalomu alaykum aziz obunachilar. 680 millik kameramizni bitta ko'rib chiqamiz. Qaranglar. Mana o'ng tomonga qarab turadigan kamera bersam, bunisini chap tomonga qarab qo'yadigan kamera bersam, va pastdagi bor 360 ga o'zi aylanib turadigan kamera bersam, bonusiga mana 30 talik original chip qo'shib bersam, telefonlarni ham uстановка qilib bersam, ishlatib ko'rib, yoqsa to'lov qilasizlar akalar. Hatto dastlabkasini ham bepul qilib bersam, yana nima qilib beray akalar? Bundan ortiq nima kerak akalar? Aytinglar, kommentariy ham banglatib yuboringlar xullas. Kameramizni ko'ryapsizlar, o'sha doimgidek 3 ta ko'zli bo'ladi akalar. Pastida 360 aynaladi. Sim kartaga ham ishlaydi bu. Baqaga ham ishlaydigan qilib qo'ygan bo'lsam, yana nima qilib beray akalar? Xullas kameralar turi bor. Xuddi shu kameradan hozir mana 3 ko'zlikdan Buxoro viloyati Peshku tumaniga berib yuboryapmiz. Akamiz Moskvadan turib zakaz berdilar. 20 metr kabelini ham qo'shib berdik. To'lovlarni qilishdi. Pochta orqali berib yuboryapmiz akalar. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.